Bugun sizlar bilan Xitoydan 10 kilo bo'lib kelgan tovarlarimni raspakovka chek qilamiz. Faqat bu birinchi qism. Ikkinchi qismini ertaga chiqazaman. Juda ham ko'p miqdorda menga tovarlarim yetib kelgan. Endi sizlar bilan ketma-ketlikda raspakovka qilamiz. Birinchisi shunaqa oyoq kiyim, shunaqa zamushi chiroyli kelgan qizlar. Ikkinchisi mana shunaqa Poizondan brend tovar. Ayrimlar menga brend tovar Xitoydan zakaz qilib bo'lmaydi deb aytishadi. Mana ko'rib turganingizdek, menga mashallah Europeano obufi, tapchkasi juda ham zo'r va sifatli kelgan va karuka dokumentlari bilan. Endi uchinchi tovarda jiyanim uchun mana shunaqa detskiy kiyimcha zakaz qilgandim. Detskiy kiyimlar ham Xitoydan juda ham sifatli keladi. Ha, aytgancha ma'lumot o'rnida aytib o'taman. Xitoydan meni tovarlarim 10 kunda qo'limga yetib keldi. Easy Cargo orqali. Men ular bilan 8 oydan beri ishlayman. Keyingisi mana shunaqa bordoviy oyoq kiyim. Bilasizlar, yaqinda to'yim va sepimga juda ham ko'p narsalar olganman. Bilmadim, bu raspakovkada faqat oyoq kiyimlar bo'ladimi? Ishqib juda ham ko'p oyoq kiyim, tapchkalar zakaz qilgan ekanman, lekin sifatini ko'rib turibsizlar. Shu borada o'zim o'rtoqlarimni ham to'yi bo'lgani uchun ularga ham mana shunaqa pijamani sovg'a sifatida podarka qilish uchun zakaz qildim. Bulardan ham ikkita va xuddi shu pijamani ko'k rangidan, ya'ni siniy rangidan ham ikkita zakaz qildim. To'g'ri tushunasizlar, videoni juda ham tez montaj qilyapman. Bilasizlarmi nima? Men shunaqa tonna naski zakaz qilyapman. Ishoninglar, sifati zo'r kelgani, lekin juda ham ko'p jo'natib yuboribdi xitoyliklar ham. Bilmayman endi bu naskilarni qachongacha kiyaman. Keyingisi esa onamlarga xuddi shunaqa oppoq tapchka. Qizlar, ishoninglar, bu raspakovka chek faqat naskilar va oyoq kiyimlardan iborat bo'ldi. Lekin ertaga ikkinchi qism chiqadi. Menga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Ha, aytgancha like bosib qo'ying.